Yarim ishlarimiz davom etyapti. Navbatdagi mashinamiz Nexus Legend avtomobilini qolganmiz. Bu mashinamizni motorlardan mo'yab qaytgandi. Old zanilardan valzanisi mo'y bo'lyapti. Shundan mo'y bo'yalgan. Devorlardan ham nomiga yog'lar chiqarilgan. Menga yangi bo'yaldi. Endi elementni yoqib yuboribdi. Valzani bo'lgan hisobiga elementlar ham yorilib o'z vaqt ketdi. Natijada uylarda ham ovoz bor ekan, konkret holatda elementlarni bo'ldi. Saqlanishlarni teshilgan joylari bor ekan. Mo'y chiqar ekan. Saqlanishlarni yangi bo'ldi. Bino remenlarini iplar chiqib ketdi. Chiylagan ovozlar chiqgan ekan. Bino remenlar o'zi yorilib ketdi, yangi bo'ldi. O'zi cho'lida akalar o'zi teshilmagan joyi qolmadi. Samolyotga qatnagan ekan. Teshilmagan joyi qolmagan. Hamma o'zini pastki qismida qatiriladigan joylar ham sinib taraf ovoz chiqgan ekan depotda. Kampek holatda ham yo'l almashtirib mashinamiz ishlari chiroyli holatda yo'l chiqarib beramiz. Kimga shu xizmat ham kerak bo'lsa, asanomi qoldiramiz, aloqa qilib